organizmda paydo bo'ladigan ishlarni ko'pchilik shunchaki suvni yig'ilishi deb tushunadi. Bu qanchalik to'g'ri? Albatta bu noto'g'ri. Jonibek, keling, bugun shu to'g'risida gaplashamiz. Xo'p, ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, ordinatorlar, magistrlar, vrachlar. Bugundan boshlab biz yangi formatdagi o'zimizni leksiyalarimizni boshlaymiz va bu leksiyalarimizni shogirdimiz Jonibek bilan birgalikda olib boramiz. Marhamat Jonibek. Assalomu alaykum. Max Cardio'ga xush kelibsiz. Yana siz bilan Max Cardio akademiyasi va men Jonibek Abdumajidovich. Demak, ustozimiz bilan yangi ozroq to'xtalishdan keyin siz bilan yangi kardiologiya va butun terapiyadagi asosiy klinik va amaliy bilimlarni birlashtirgan holatda darslarimizni boshlaymiz. Demak, siz bilan bugun tishlar haqida gaplashamiz. Tishlarning etiologiyasi, patofiziologiyasi va kapillyarlarda suyuqlik almashinuvi. Bizda 70 kilogramlik odamda umumiy tana massasi 70 kilogramm deb oladigan insonda uni umumiy massasi, umumiy tana massasini ikkita qismga ajratsak bo'ladi. Ya'ni umumiy yog' bo'lmagan qism bu 40% ni tashkil etadi va umumiy suyuqlik massasi yoki umumiy suyuqlik hajmi bu esa asosan odamda 60% ni tashkil etadi. Demak, o'rtacha bu 70 kilogramning 60% siz bilgan aynan qancha massa beradi? 42 litr. Demak, umumiy 70 kilogramlik odamda 42 litr bu suyuqlik hajmiga to'g'ri keladi. Va bu suyuqlik bizni qaysi to'qima organlarimizda joylashganligiga ko'ra biz bu umumiy tana suyuqligini ham ikkiga ajratamiz. Ya'ni bu suyuqliklardan 3dan 2 qismini ekstrasellyulyar suyuqlik, intrasellyulyar suyuqlik, ya'ni hujayra ichi suyuqligi va 3dan 1 qismini esa aynan ekstrasellyulyar suyuqlik tashkil qiladi. Umumiy qilib aytganda, intrasellyulyar suyuqlik bu bizni organizmimizdagi barcha hujayralar ichida joylashgan suyuqlikka aytiladi. Demak, 42 litrni 3dan 2 qismi bu o'rtacha 28 litr suyuqlik degani. 3dan 1 qismi esa asosan o'rtacha 14 litr suyuqlik degani. Demak, ekstrasellyulyar suyuqlik hujayradan, organizmdagi hujayradan tashqarida joylashgan barcha suyuqliklar bular aynan ekstrasellyulyar suyuqliklar deyiladi. Demak, intrasellyulyar suyuqlik deganda umumiy mana bu diagrammamizga qarasak, diagrammamizda qisqacha tushuntiraman. Bu tomon umumiy yurak chap qismi, bu tomon yurakning o'ng qismi. Demak, e'tibor bersak, chap qorinchamizdan aorta chiqyapti. Aorta esa mayda arteriyalarga, arteriyalar esa arteriolalarga o'tyapti. Arteriolalar esa o'z navbatida venulaga, umumiy bizada mikrosirkulyatsiya tizim hosil bo'lib, aynan venulalar, venalar va pastki vena va ko'rib turganingizdek o'ng bo'lmacha. O'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga qon o'tib, o'ng qorinchadan o'pka arteriyasiga qon va o'pkaga boryapti. Umumiy bitta diagramma, umumiy bitta katta qon aylanish doirasi. Demak, ko'rib turganingiz mana bu qora bilan bo'lgan kesmamiz bitta ma'lum bir to'qimamizni hujayralari va u yerda joylashgan mikrosirkulyatsion tizim, ya'ni kapillyarlar to'ri. Demak, bular esa bular hujayralar. Demak, bizada intrasellyulyar suyuqlik mana shu hujayralarning ichida joylashgan suyuqliklarga biz intrasellyulyar suyuqlik deymiz. Demak, umumiy bizani hujayralarimiz ichida 28 litrgacha suyuqlik mavjud. Qolgan 3dan 1 qismi, ya'ni 14 litrgacha suyuqlik bu hujayradan tashqaridagi suyuqlik hisoblanadi. Bu hujayradan tashqaridagi suyuqliklar asosan 3 ta qismda joylashgan. Ya'ni 3 ga bo'lib o'rganamiz to'g'riroq. Ya'ni o'sha 14 litr suyuqlikning 4 dan 1 qismi asosan plazma suyuqligiga to'g'ri keladi. Masalan, o'rtacha 3,5 litr. Qolgan qismi esa asosan hujayralar aro bo'shliqqa, ya'ni o'sha to'qima suyuqligiga to'g'ri keladi. Bu to'qima suyuqligini biz interstitsial suyuqlik ham deymiz. Demak, bu interstitsial suyuqligimiz o'rtacha bizada 10,5 litrni tashkil qiladi. Demak, bundan tashqari bizada ekstrasellyulyar suyuqligimiz plazmada va hujayralar bo'shliqda joylashish bilan birgalikda shunaqa bir bo'shliqlar bor. Bularni organizmda serroz bo'shliqlar deymiz. Demak, serroz bo'shliqlarimiz
Bu qaysi bo'shliqlar desa, siz biladigan, aynan perikard bo'shlig'i, ya'ni yurak xaltachasining bo'shlig'i va plevra bo'shlig'i, bundan tashqari peritonium, qorin bo'shlig'i, bundan tashqari aynan sinovial bo'shliqlar, ya'ni o'sha bo'g'imdagi maxsus sinovial qopchalardagi bo'shliqlar va bo'shliqlarda o'zini serroz suyuqliklar yig'iladi. Bular ham o'z navbatida ekstrasellyular suyuqlik deyiladi yoki miya ichi suyuqligimiz ham ekstrasellyular suyuqlik hisoblanadi. Demak, bizada mana shunaqa suyuqliklar normada 70 kg odamning suyuqligi taqsimlanadi. Demak, bunga ko'ra shishlarni kelib chiqishida shishlarning ham umumiy ikkita turini ajratsak bo'ladi. Birinchi turi intrasellyular shishlar va ikkinchi turi esa ekstrasellyular shishlar. Keling ko'rib chiqamiz. Demak, shishlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Demak, intrasellyular shishlar va ekstrasellyular shishlar. Intrasellyular shishlar deganda nimani tushunasiz? Biz umumiy suyuqliklarni intrasellyular, ya'ni hujayra ichi va hujayra tashqarisida joylashgan suyuqlikka bo'lganimizdan keyin shishlar ham shunaqa bo'ladi. Intrasellyular shishlar deganda bizada hujayralarimizni ichida suyuqlikning oshib ketishi tushuniladi. Ya'ni hujayralar ichida intratsitial qismda suyuqlikning haddan ziyod oshib ketishi, ortiqcha bo'lishi. Bu intrasellyular shish deyiladi. Intrasellyular shishga qanday sabab bo'ladi? Bular kamroq uchraydigan ishlar ko'pincha patologiyalarda, ko'p holatlarda uchraydi. Bular aynan qanday holatda yuzaga keladi? Birinchi navbatda normada bizada hujayramizni membranasida 2 qavat lipid va 1 qavat oqsildan tashkil topgan membrana bo'lib, bu hujayra membranasi normada hujayra tashqarisi va ichkaridagi suyuqliklar, elektrolitlar va boshqalarni o'z navbatida bir xil balansda, ya'ni gomeostazda saqlab turadi. Qachonki bizada hujayramizda membranasi shikastlanadigan bo'lsa, ortiqcha miqdordagi ionlar, masalan olaylik, natriy ionlari, kalsiy ionlarining ortiqcha miqdorda kirishi bizada o'zini natriylar, kalsiylar va xlorlarni hujayra ichida ko'payib ketishi, bular umumiy hujayra ichida osmotik faol moddalarning oshishiga sababchi bo'ladi. Bular esa o'z navbatida ularning izidan ortiqcha miqdorda suvning ham kirishi amalga oshadi. Bu esa tuzlar, ionlar ortiqcha va suvni oshishiga, bu esa interstitial, ya'ni hujayra ichi shishlariga sababchi bo'ladi. Demak, hujayra ichi shishlarining asosiy sababi bu hujayra membranalarining shikastlanishi hisoblanadi. Hujayra membranalarining shikastlanishi, ishemik holatda shikastlanish yoki toksik moddalar orqali shikastlanish bunga misol bo'ladi. Bugungi mavzuyimizda siz bilan asosiy ko'rib chiqadigan ishlarimiz bu ekstrasellyular ishlar hisoblanadi. Demak, ekstrasellyular shishlarni o'zini ham biz bir nechta qismga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni interstitial suyuqlik miqdorini oshishi bilan, ya'ni o'sha hujayralar bo'shliqda suyuqlik miqdorini oshishi bilan kechuvchi shishlar va aynan bizada normada bo'ladigan serroz bo'shliqlarda uchraydigan suyuqlikning oshishi bilan kechuvchi shishlar haqida gaplashamiz. Masalan, serroz bo'shliqlarda oshib ketadigan shishlar, masalan olaylik, perikard qopchasida, ya'ni yurak xaltachasida normadan suyuqlik oshib ketsa, gidroperikardium, ya'ni o'sha perikard bo'shlig'ida suyuqlik oshib ketishi yoki o'sha qorin parda qavatlarida suyuqlik oshib ketishi gidroperitonium yoki plevrada suyuqlikni oshib ketishi bu bizaga gidrotorks. Shunga o'xshash bizada ishlar yuzaga keladi. Endi biz normada shishlar mexanizmini tushunib olish uchun biza kapillyarlarda suyuqlik almashinuvini normal mexanizmini bitta eslab olishimiz kerak. Bizada e'tibor berib turganimizdek, bu qizil bilan chizilgan qism bizada perikapillyar qism. Ko'k bilan chizilgan qism esa bu postkapillyar qism. Normada eslasak, perikapillyar qismda perikapillyar qismdan aynan bizni chap qorinchamizdan o'sha aortaga chiqqan qon tarkibi kislorodga boyingan, butun bizning organizmimiz uchun kerakli bo'lgan oziqa moddalarga boyingan qon bo'ladi va bu aortaga o'tib, aorta orqali esa arteriyalarga va aynan arteriolalar orqali bizning to'qimalarimizga beriladi. Demak, bundan anglashiladiki, perikapillyarlar o'z navbatida bizda to'qimalar, ya'ni to'qimadagi hujayralar uchun kerakli gazlarni, kerakli elektrolitlar, kerakli vitamin va minerallarni beradi. Aynan
Postkapillyarlar esa, ya'ni venulalar esa bizni hujayralarimiz uchun keraksiz bo'lgan, to'qimamizda ortiqcha bo'lgan suyuqlik va boshqa gazlar va boshqa elektrolitlarning ortiqchasini aynan postkapillyarlar qaytarib o'ziga qabul qiladi. Demak, perikapillyarlar beradi, postkapillyarlar esa oladi. Postkapillyarlar olgan ortiqcha suyuqlik, ortiqcha gazlarni o'sha venulalar, venalar orqali bizani yuragimiz o'ng kameralariga yuboriladi. Yuragimiz o'ng kameralaridan esa aynan o'pkaga berilib, o'pkada ular qaytadan o'sha keraksiz gazlarni chiqarib yuborilishi va o'zimiz uchun, organizmimiz uchun kerakli bo'lgan gazlarga almashtirilishi jarayoni amalga oshadi. Demak, shu bilan birgalikda normada bizda perikapillyarlar berayotgan moddalar postkapillyarlarimiz tomonidan qaytib olinishi bilan birgalikda aynan perikapillyarlar tomonidan berilayotgan ortiqcha miqdordagi suyuqliklar qachonki bizani interstitial bo'shliqda, ya'ni umumiy qilib aytganda hujayralar aro bo'shliqda ortiqcha miqdorda qolib ketmaydi. Buni normada aynan ma'lum bitta drenaj tizimi bo'lib, bu ortiqcha suyuqliklar, ortiqcha oqsillar, ortiqcha elektrolitlar doimo hujayralar aro bo'shliqdan venaga qaytarib yuboriladi. Bu tizim bizada limfa tizimi hisoblanadi. Demak, limfa tizimi bizada postkapillyarlar tomonidan qabul qilina olmagan ortiqcha suyuqliklar, oqsillar va boshqa elektrolitlarni aynan bizani limfa tomirlarimizga beradi aynan hujayralar bo'shliq va bu limfa tomirlarimiz orqali esa bular oxir oqibat bizada o'sha ko'krak limfa tugunlarimiz esa yuqori kavak venalarga quyilish orqali bizga bu ortiqcha suyuqlik venaga quyilib ketadi. Demak, normada shu tariqa bizada hujayralar aro bo'shliqda ortiqcha miqdorda suyuqlik qolmaydi. Buni sababi perikapillyar berayotgan suyuqlikni postkapillyarlar qaytib olishi va shu bilan birga limfa drenaj tizimini bo'lishi. Demak, bizada aynan normada qon tomirlarimiz tasavvur qilishimiz uchun to'liq ma'lum bir teshiklarga ega bo'lmagan, tirqishlarga ega bo'lmagan struktura emas. Normada e'tibor berayotgan bo'lsangiz, perikapillyarda ham, postkapillyarda ham o'sha ichki qavat endoteliy joylashgan bo'lib, endoteliyalarning orasida tirqishlar bo'ladi. Ya'ni moddalarni diffuziya bo'lishi uchun. Demak, bitta savol tug'iladi. Demak, bizda qon tomirlarimiz tirqish bo'lsa, nima uchun bizni qonimizning tarkibidagi moddalar ortiqcha miqdorda o'sha hujayralar bo'shliqqa chiqib ketmaydi? Sabab bizda ma'lum bir bosimlarning farqini normada bo'lishi. Bular qaysi? Normada nima uchun perikapillyarlar suyuqlikni va gazlarni diffuziya qila oladi? Sekretsiya qila oladi. Aynan venulalar esa ularni qaytarib oladi desa, bu yerda aynan ma'lum bir bosimlarning farqi bor. Birinchisi, normada bizada perikapillyarlarda gidrostatik bosim mavjud bo'lib, bu gidrostatik bosim umumiy qonni tarkibidagi suyuqlikni o'sha qon tomir membranasiga ko'rsatadigan bosimi hisoblanadi. Demak, gidrostatik bosim o'sha qon suyuqligini qon tomir devoriga ko'rsatadigan bosimi bu gidrostatik bosim. Oddiy bir so'z bilan aytganda, gidrostatik bosim qon tomirdan tashqariga harakatlanadigan bosim hisoblanadi. Bu o'rtacha perikapillyarlarda gidrostatik bosim 35 mm simob ustuniga teng. Demak, 35 mm simob ustuniga teng ekan. Demak, shu bilan birgalikda keyingi bosimimiz bizada aynan perikapillyarlarni qon tarkibidagi, aynan qonni plazmasidagi oqsillar hosil qiladigan onkotik bosim. Demak, keyingisi bu onkotik bosim. Onkotik bosim normada asosan 25 mm simob ustuniga teng. Onkotik bosim oqsillar hosil qiladigan bosim hisoblanib, bu osmotik bosimning bir turi hisoblanadi. Normada onkotik bosimni yuzaga chiqaradigan oqsil bu aynan plazmadagi aynan albumin oqsili hisoblanadi. Normada albumin oqsili hosil qilgan onkotik bosim gidrostatik bosimdan farq qilib, aynan suyuqliklarni qon tomirni ichidan tashqariga emas, tashqaridan ichkariga tortuvchi bosim hisoblanadi. Demak, onkotik bosim suyuqlikni tashqaridan ichkariga tortadi. Gidrostatik bosim esa aynan suyuqliklarni ichkaridan tashqariga itaradigan bosim hisoblanadi.
Demak, ko'rib turganingizdek, bizada perikapillyarlarda 35 mm simab ustuniga ega bo'lgan gidrostatik bosim, 25 mm simab ustuniga ega bo'lgan onkotik bosim. Ko'rib turganimizdek, gidrostatik bosim suyuqlikni tashqariga chiqarishga harakat qilyapti, onkotik bosim esa tashqaridan ichkariga tortishga harakat qilyapti. Endi bu yerda qaysi bosim ustun bo'lsa, bizada aynan suyuqlik o'sha tomonga harakatlanadi. Ya'ni normada bizada gidrostatik bosim 35, onkotik bosim esa 25. 35 dan 25 ni ayiradigan bo'lsak, 10 mm simab ustun farqi yuzaga keladi. Bu yerda ustun tomon gidrostatik bosim evaziga. Demak, gidrostatik bosimimiz 10 mm simab ustuniga onkotik bosimdan yuqori bo'lgani uchun ham perikapillyarlarda suyuqliklar aynan hujayralararo bo'shliqqa chiqadi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek 35 mm simab ustunidan 25 mm simab ustun ayirsak 10 mm simab ustuniga teng bosim hosil qiladi. Demak, hosil bo'ladi. Bu bosim aynan bizada gidrostatik bosimni onkotik bosimdan yuqori turadigan qismi hisoblanadi. Demak, aynan bizada postkapillyarlarda esa nima uchun bizada suyuqliklar to'qimadan qonga qaytib o'tadi desa, postkapillyarlarimizda gidrostatik bosim past hisoblanadi. Ya'ni normada gidrostatik bosim bizani postkapillyarlarda 20 mm simov ustuniga teng. 20 mm simov ustuniga. Aynan postkapillyarlarda onkotik bosim esa o'sha o'zgarmas. Ya'ni 25 mm simov ustuniga teng. Demak, e'tibor bering. Perikapillyarlarda ham onkotik bosim 25, postkapillyarlarda ham onkotik bosim 25. Ya'ni oqsillar ortiqcha miqdorda hujayralari bo'shlig'iga chiqib ketmaydi. Ya'ni albuminlar o'sha holatda turadi. Bu yerda aynan gidrostatik bosimni kamayishini asosiy mexanizmi bizada perikapillyarlardan suyuqlikning bir qismini hujayralar bo'shliqqa o'tishi, natijada suyuqlikni postkapillyarda qisman kamayishi, bu esa gidrostatik bosimning kamayishiga sababchi bo'ladi. Endi bu yerda postkapillyarda yuzaga kelayotgan gidrostatik bosim 20 mm simov ustunda bu qon tomirlar devoriga ko'rsatadigan bosim, ya'ni ichkaridan tashqariga harakat qiluvchi bosim, onkotik bosim esa biza aytayotganimizdek, o'sha nima qiladi? Tashqaridan ichkariga tortuvchi, suyuqliklarni tortuvchi oqsillar hosil qiladigan bosim. Demak, gidrostatik bosim esa tashqariga itaradigan bosim. Bu yerda e'tibor bersak, gidrostatik bosim 20, onkotik bosim esa 25 simov ustuniga teng. Bizada 25 dan 20 ni ayiradigan bo'lsak, 5 mm simov ustuni chiqadi farq. Bu farq onkotik bosimni ustunligi evaziga. Natijada onkotik bosim gidrostatik bosimdan baland bo'lgani uchun ham bizada postkapillyarlarda suyuqlik aynan hujayralararo bo'shliqdan aynan kapillyar ichiga qaytib o'tadi. Shu tariqa bizada normada kapillyarlarda suyuqlik almashinuvi amalga oshadi. Demak, bu yerda e'tibor tushundingiz, hujayralararo bo'shliqda nima uchun suyuqlik ortiqcha bo'lib qolmaydi? Sabab postkapillyar orqali ortiqcha suyuqlik qabul qilinishi va plus bizada limfa drenaj tizimini bo'lishi ortiqcha suyuqlikni olib, oxir-oqibat venaga qaytarib berish tizimi mavjud. Demak, kapillyarlarda suv almashinuvi, suyuqlik almashinuvini tushunib oldik. Endi biz aynan o'sha shishlarni kelib chiqish etiologik omillari va patofiziologiyasi haqida gaplashamiz. Demak, bizada qachonki e'tibor berayotgan bo'lsak, perikapillyarlarda gidrostatik bosimni oshishi bizada suyuqlikni o'sha kapillyardan tashqariga chiqishini ta'minlab berar ekan. Aynan postkapillyarda esa aynan onkotik bosimni gidrostatik bosimga qaraganda baland bo'lishi esa postkapillyarda suyuqlikni qaytarib oladi. Demak, bizada shishlarning kelib chiqishini asosiy birinchi sababi gidrostatik bosimni baland bo'lishi. Demak, birinchi asosiy sabab shishlarda gidrostatik bosimni baland bo'lishi. Qayerda? Aynan perikapillyarlarda. Perikapillyarlarda o'z navbatida gidrostatik bosim baland bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bunga bitta misol aytamiz. Qachonki olaylik gipertenziya, ya'ni arterial gipertenziya, gidrostatik bosimni baland bo'lishiga sabab bo'lgan narsa arterial gipertenziya. Ya'ni normada bizada qon bosimimiz 120 ga 80 bo'lgan vaqtida, 120 ga 80 bo'lgan vaqtida, ya'ni sistolik qon bosim 120 ga, diastolik qon bosim 80 bo'lgan vaqtda bizada perikapillyarlardagi gidrostatik bosim 35. Endi olamiz, masalan, 170 ga 100 bo'lgan vaqtidachi.
Ya'ni sistolik qon bosim 170, diastolik qon bosim esa 100. Endi ko'ramiz gidrostatik bosim qanday o'zgaradi. Masalan, olaylik, gidrostatik bosimimiz qo'shamiz 20 mm simon ustunini. Demak, qon bosimi qancha ko'tarilsa, bizani perikapillarimizdagi gidrostatik bosim ham shuncha nima qilar ekan, oshadi. Demak, 35 ga 20. Umumiy miqyosda gidrostatik bosim nechaga teng bo'ladi bu yerda? Ko'rib turganingizdek, bu yerda aynan 55 mm simon ustuniga teng bo'lib qoladi. Endi 55 simon ustuniga teng bo'lgan gidrostatik bosim evaziga endi suyuqlik har doimgidan ko'proq miqdorda aynan to'qimalarga chiqa boshlaydi. To'qimalarga chiqayotgan suyuqlik esa bizada hujayralararo bo'shliqda yig'ila boshlaydi va bu o'sha hujayralararo bo'shliqda ortiqcha miqdorda suyuqlikning paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Mana shu joyda bitta mexanizmni aytib ketaman. Normada bizada perikapillarlarimizda, ya'ni perikapillarimiz shunaqa bitta himoya tizimi bor organizmda, perikapillar sfinkter deyiladi. Bu perikapillar sfinkterlar bizada normada o'rtacha 160 mm simon ustunigacha qon bosimimiz ko'tarilganda bu perikapillar sfinkter aynan umumiy bizadagi kapillarlardagi bosimni nazorat qilib turadi. Ya'ni qanday nazorat qiladi? Qachonki bizada umumiy qon bosim oshsa, perikapillardagi bosim oshmaydi. Sabab bizada bu sfinkterimiz qachonki butun organizmda qon bosim oshgan vaqtda perikapillar sfinkter qisqaradi, ya'ni torayadi. Perikapillar sfinkter toraygan evaziga kam miqdorda qon o'tadi. Perikapillar sfinkter toraygandan keyin bizada aynan perikapillarga, ya'ni umumiy qilib aytgan mikrosirkulyatsiya tizimiga, kapillar to'riga kam qon o'tsa, bu yerda suyuqlik kam va bosim o'sha o'zgarmas holatda 35 mm simon ustuni bilan saqlanib qoladi. Endi bu ham aynan chegaralangan. Qachonki bizada qon bosimi 170 va undan yuqoriga darajaga ko'tarilsa, bizada bu perikapillar sfinkter yetarlicha nazorat qila olmaydi va yetarlicha qisqara olmaydi va katta miqdorda qon bizada kapillar to'riga o'tadi. Bu esa suyuqlikning ko'payishiga kapillar to'rida, bu esa gidrostatik bosimning oshishiga sababchi bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, gidrostatik bosimni oshsa, biz aytdik, gidrostatik bosim bu nima? Ya'ni o'sha qonni o'sha qon tomir devoriga ko'rsatadigan bosimi va har doim ichkaridan tashqariga harakat qiladi. Demak, bu yerda qancha gidrostatik bosim baland bo'lsa, suyuqlik shuncha hujayralararo bo'shliqqa o'tadi va hujayralararo bo'shliqda yig'ila boshlaydi. Demak, birinchisi bu gidrostatik bosimni oshishi. Gidrostatik bosimni oshishiga sababchi bo'ladigan asosiy holatlar bizada gipertenziya va bundan tashqari yurak yetishmovchilik holatlari. Yurak yetishmovchilik holatlarini ham o'zini ham umumiy ikkiga bo'lib olsak bo'ladi. Ya'ni yurakning o'ng tomonlama yetishmovchiligi, yurakning chap tomonlama yetishmovchiliklari. Masalan, yurakning o'ng tomonlama yetishmovchiligiga bitta misol. Oddiy. Qachonki bizada o'ng qorinchamizda, olaylik, o'ng qorinchamizda infarkt bo'ldi. O'ng qorincha infarkt bo'lgandan keyin biz bilamizki, o'sha o'ng qorinchani qisqaruvchanligida muammo. Ya'ni yetarlicha miqdorda o'ng qorincha qisqara olmagandan keyin o'ng qorinchadan qon o'pka arteriyasiga kam miqdorda chiqadi. O'pka arteriyasida qon kam miqdorda chiqqandan keyin aynan o'ng qorinchada qon dimlana boshlaydi. Natijada o'ng qorinchada qonni dimlanishi bizada o'ng bo'lmachada ham qonni dimlanishiga sababchi bo'ladi. O'ng bo'lmachada qonni dimlanishi esa yuqori kavak venalarda va past kavak venalarda ham qonni dimlanishiga sababchi bo'ladi. Yuqori kavak venalarda aynan qonni dimlanishi esa aynan bizni organ va to'qimalarimizni vena kapillarlarda, ya'ni post kapillarlarda ham qonni dimlanishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni post kapillarda qon dimlanadigan bo'ladigan bo'lsa, bizada aynan post kapillarlarda ham gidrostatik bosim oshishiga sababchi bo'ladi. Chunki bizada normada perikapillar suyuqlikni berib, post kapillar esa uni qaytarib olgandan keyin uni aynan venaga yuborish kerak. Lekin bizada aynan o'ng qorinchada muammo bo'lgani uchun ham bizada venalarimizda qon dimlangandan keyin bizni post kapillarimizda ham qon dimlanadi. Qon dimlangandan keyin yetarlicha qon bizga venaga o'tmagandan keyin bu yerda yig'ilsa, u suyuqlik, umumiy qon yig'ildimi, u yerda suyuqlik yig'ildi degani. Suyuqlik esa har bitta suyuqlik o'zini gidrostatik bosimiga ega. Natijada bu yerdagi gidrostatik bosim osha boshlaydi. Masalan, 40 mm simon ustuniga yetadi.
Natijada bu 40 mm son ustiga yetgan gidrostatik bosim. Endi e'tibor bering, normada bu yerda postkapillyarda onkotik bosim gidrostatik bosimdan ko'ra baland bo'lgani uchun ham suyuqlikni to'qimadan olardi. Endi gidrostatik bosim onkotik bosimga qaraganda ko'p bo'lgani uchun ham postkapillyarlarga aynan hujayralar bo'shliqdan suyuqlikning o'tishi to'xtab qoladi. Ya'ni bizni hujayralar bo'shliqdan qonni postkapillyarga o'tishi nima bo'lmaydi endi? Yuzaga chiqmaydi. Faqatgina perikapillyarlardan suyuqlik to'qimaga beriladi, postkapillyarlar esa ularni qaytarib ola olmaydi. Faqatgina bitta tizim, drenaj tizimi ishlab qoladi, ya'ni limfa tizimi. Natijada bizada shish kelib chiqadi. Umumiy periferik ishlar mana shundan yuzaga keladi. Yoki olaylik yurak yetishmovchilik ikkinchi turda, aynan chap qorincha yetishmovchiligida. Masalan, olaylik chap qorinchani ma'lum bir qismida bunda ham masalan infarkt bor deylik. Natijada chap qorinchamiz infarktida chap qorincha yaxshi qisqara olmaydi. Chap qorincha yaxshi qisqara olmagandan keyin aynan aortaga qon yaxshi chiqmayapti. Natijada chap qorinchada qon dimlanishi, chap qorinchada qon dimlanishi esa aynan chap bo'lmachada qon dimlanishi, chap bo'lmachada qon dimlanishi o'pka venalarida qonni dimlanishi, o'pka venalarida qonni dimlanishi esa o'z navbatda aynan o'pka kapillyarlarida ham nima bo'ladi? Aynan o'pka kapillyarlarini bizada o'pka venulalari va o'pka arteriyalarida qon dimlanib, bu esa aynan o'pka to'qimasiga suyuqlikni chiqishiga, ya'ni o'pka to'qimasida, ya'ni umumiy qilib aytganda o'pkada shishlar yuzaga chiqadi. Demak, bu ko'rib turganingizdek gidrostatik bosim evaziga kelib chiqyapti. Umumiy miqyosda tushunib olgan bo'lsak, gidrostatik bosimga birinchisi xohlagan bir a'zo va to'qimalarda perikapillyarlarda gidrostatik bosim oshishi, bu ko'pincha perikapillyarlarda kengayishiga bog'liq yoki butun organizmdagi bosimni oshishiga bog'liq va shu bilan birgalikda aylanib yuruvchi qon hajmining oshishiga bog'liq. Qancha aylanib yuruvchi qon hajmi ko'p bo'lsa, bizning perikapilyarimizda ham shuncha ko'p qon bo'ladi. Bu esa gidrostatik bosimning oshishiga sababchi bo'ladi. Va shu bilan birga umumiy qon bosimi organizmda baland bo'lsa, perikapilyarimizda ham bosim baland bo'ladi. Shu bilan birgalikda aynan vena tizimida ham aynan normada venadan chiqib ketishi kerak bo'lgan qon o'z vaqtida chiqib ketmasa, bu yerda qonni dimlanib qolishi, bu esa aynan postkapillyarlarda gidrostatik bosim oshib ketishiga, bu esa aynan postkapillyarlar suyuqlikni qabul qila olmaydi. Bu esa hujayralar bo'shliqda shish keltirib chiqaradi. Bundan tashqari asosan chuqur venalar trombozi. Chuqur venalar trombozida ham aynan qachonki bizada oyoq venalarimizda ko'p uchraydigan oyoq venalarimizni yuzda va chuqur venalari bor. Bizada chuqur venalarda ko'p holat tromboz holati ko'p uchraydi. Bu masalan oyoq venalarida tromb shakllangan, oddiy tasavvur qilamiz. Oyoq venalar tromb shakllangan. Natijada normada oyoq venalaridan qon pastki venalarga o'tish kerak edi. Tromb evaziga oyoq vena kapillyarlarida qon dimlanib qolishi sababchi bo'ladi. Natijada oyoq venalarini, ya'ni postkapillyarlarda qonni dimlanishi esa bu yerda gidrostatik bosim baland bo'lishiga, bu esa aynan suyuqlikni o'sha oyoq to'qimalariga chiqishiga, ya'ni gidrostatik shishlarga sababchi bo'ladi. Keyingisi bizada shishlarning ikkinchi asosiy mexanizmi onkotik bosim evaziga kelib chiqadigan shishlar. Onkotik bosim evaziga. Demak, birinchisida gidrostatik bosim oshishi bilan kechuvchi ishlar, ikkinchisi esa onkotik bosim tushishi bilan kechuvchi ishlar hisoblanadi. Normada nima uchun onkotik bosim tushsa shish bo'ladi? Sabab aytdik, perikapillyarda onkotik bosim kam, gidrostatik bosim baland. Shu sababdan suyuqlik to'qimaga chiqadi. Postkapillyarlarda esa gidrostatik bosim 20, onkotik bosim 25. Shu sababdan ham aynan suyuqlik to'qimadan qonga o'tadi. Endi bizada bu onkotik bosim boya aytdik, gidrostatik bosimdan farqi o'sha suyuqlikni tashqaridan ichkariga, ya'ni qon tomir ichiga tortadi. Ya'ni buni oqsillar, albumin hosil qiladi dedik. Endi qachonki bizada onkotik bosim tushishi bilan kechadigan holatlar, kasalliklarda nima bo'ladi? Masalan, qaysi kasalliklar? Jigar kasalliklarida. Nima uchun jigar kasalliklari? Olaylik, jigar sirrozi. Jigar sirrozida, ya'ni jigar kasalliklarida normada jigarimizda oqsillar sintezlari, umumiy qon oqsillari, plazma oqsillari jigardan ishlab chiqariladi. Aynan masalan jigar kasalliklari, jigar sirrozi esa umumiy gepatitlar sonining kamayishi va gepatitlar soni va funksional jihatdan yetishmovchiligi esa albumin oqsilining ham yetishmovchiligiga sababchi bo'ladi. Natijada albumin oqsilining yetishmovchiligi bizada aynan nimaga sababchi bo'ladi? Postkapillyarlarda onkotik bosim tushishiga, aynan perikapillyarlarda ham onkotik bosimning tushishiga sababchi bo'ladi. Natijada ko'rib turganingizdek, perikapillyarda 25 emas, olamiz masalan
15 mm swab ustunigacha onkotik bosim tushib ketib qoldi. Postkapillyarda ham xuddi shunaqa. 15 mm swab ustunigacha onkotik bosim tushdi. Bu nimani ko'rsatadi? Bizda gidrostatik bosim o'z holicha turibdi 35, onkotik bosim esa tushyapti. 35 dan 15 ni ayiradigan bo'lsak, 20 mm swab ustunigacha farq paydo bo'ldi gidrostatik va onkotik bosim orasida. Natijada gidrostatik bosim normada 10 mm farq evaziga bo'lardi. Endi onkotik bosim tushgandan keyin 20 mm farq evaziga har doimgidanda ko'proq qon perikapillyardan to'qimaga o'tadi. Va shu bilan birga bizda postkapillyarlarimizda aynan gidrostatik bosim 20, onkotik bosim esa 25 bo'lardi. 5 mm swab ustuniga onkotik bosim baland bo'lgani uchun ham suyuqlik to'qimadan aynan venaga o'tardi. Lekin qachonki bizda onkotik bosim tushdimi, oqsil yetishmovchiligi natijasida 15 bo'ldi, gidrostatik bosim esa onkotik bosimdan baland. Bu esa gidrostatik bosim evaziga suyuqlikni to'qimadan venaga kelishi to'xtaydi. Umumiy qilib aytganda, faqatgina suyuqlik perikapillyarlardan to'qimaga o'tadi, postkapillyar esa uni qaytarib olmaydi. Bu esa aynan hujjarlararo bo'shliqda interstitial to'qimada suyuqlik yig'ilishiga, ya'ni shishlarga sababchi bo'ladi. Demak, bundan tashqari onkotik bosim tushishiga sababchi bo'ladigan jigar kasalliklari yoki malabsorpsiya sindromlari. Malabsorpsiya, ya'ni biz yegan ovqatimiz tarkibidagi oqsillar, aminokislotalarni ichaklarda so'rilishining turli xil buzilishlar orqali bizda oqsillarning yetishmovchiligi kelib chiqishi. Yoki buyrak kasalliklari. Qachonki masalan nefrotik sindromlar, nefritik sindromlar haqida gaplashganimizda, bu sindromlarda ham aynan normada siydik bilan chiqishi kerak bo'lmagan miqdorda, katta miqdorda oqsillarni, asosan albumin oqsillarning ko'p chiqib ketishi, natijada qonda albumin oqsillarning kamayishi, bu esa albumin oqsilining kamayishi esa onkotik bosimning tushishiga sababchi bo'lishini tushundik. Uchinchisi, bizda asosiy ishlarning uchinchi asosiy sababi kapillyar o'tkazuvchanligi. Kapillyar o'tkazuvchanligining oshishi yoki kapillyar o'tkazuvchanligining buzilishi. Demak, kapillyar o'tkazuvchanligining buzilishi qachon yuz beradi? Ya'ni kapillyar o'tkazuv normada biz aytdik, perikapillyar ham postkapillyarda ham aynan endoteliyalarda yetarlicha miqdorda tirqish bo'ladi va bu tirqishlar bosimlar evaziga suyuqliklar gazlarning diffuziyasini amalga oshiradi. Endi qachonki bizda turli patologik holatlarda, yallig'lanish holatlarida yoki allergik kasalliklarda yoki travmalar yoki postli operatsiya, ya'ni operatsiyadan keyingi holatlarda bizda nima bo'ladi? Masalan, yallig'lanish va allergik holatlarda shunaqa hujjarlarimiz shikastlansa, umumiy to'qima shikastlanadi. Natijada bu yerda hujjarlar bo'shliqda nima ko'payadi? Ya'ni yallig'lanish mediatorlari. Yallig'lanish mediatorlari siz juda ham yaxshi bilasiz. Bu gistamin yoki bradikinin moddalari, prostaglandin, shunga o'xshash aynan vazoaktiv moddalar juda ham ko'payib ketadi. Bu yallig'lanish holatlarida, allergik holatlarda biz bilamiz. Natijada bu gistamin, bradikinin, prostaglandin va shunga o'xshash aynan vazodilatator moddalar, ya'ni qon tomirlarini kengaytiruvchi moddalarning ko'payishi aynan kapillyarlarni tirqishini kengayishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni gistaminlar, bradikinlar o'sha perikapillyarlar va postkapillyarlar tirqishini kattalashtiradi. Ya'ni umumiy qilib aytganda, kapillyarlarni kengaytirish bilan birgalikda bizga kapillyarni ham kengaytiradi. Kapillyar kengayish bilan o'z navbatida aynan endoteliy orasidagi tirqishning ham kengayishiga sababchi bo'ladi. Bu endoteliy orasida tirqishning kengayishi bizda ko'p miqdordagi suyuqlik va oqsillarning aynan chiqishi kerak bo'lmagan ortiqcha suyuqlik, chiqishi kerak bo'lmagan oqsillar aynan hujjarlararo bo'shliqqa chiqa boshlaydi. Bu esa bizda allergik kasalliklarga bog'liq shishlar, masalan, kivin kishilarni bilamiz yoki oilaviy yallig'lanishga bog'liq mahalliy ishlar, ma'lum bir joyimiz shikastlanganda, yallig'langanda o'sha joydagi mahalliy ishlarni ko'ramiz. Bularning hammasi kapillyarlar evaziga, ya'ni kapillyar o'tkazuvchanligining oshishi evaziga kelib chiqadigan ishlar. Yoki travmalar, ya'ni ma'lum bir joyimizda travma bo'lgan soha, travmada o'sha sohani to'qimalarning shikastlanishi bilan birgalikda kapillyarlarning ham shikastlanishi bo'ladi. Kapillyarlarning shikastlanishi esa tirqishlarning ochilishiga, bu esa ortiqcha miqdorda suyuqlikni to'qimaga chiqishiga sababchi bo'ladi. To'rtinchisi bu limfatik tizim muammosi. Ya'ni to'rtinchisi bu limfatik tizim muammosi. Ya'ni limfatik tizim muammosi nima degani? Bizda normada aytdik,
Qachonki perikapilyalardan to'qimaga o'tgan ortiqcha miqdor suyuqliklar, oqsillar, boshqa minerallar, elektrolitlar postkapilyalarga yetarlicha qaytib o'tmaydi. Uni qolgan qismi normada bizada limfa drenaj tizimiga o'tadi. Limfa drenaj tizimi esa uni o'sha ko'krak limfa tugunlari va undan yuqori organlarga quyib turadi. Umumiy qilib aytganda, hujayralar bo'shliqda ortiqcha miqdorda suyuqlik yig'ilib ketmaydi. Endi mabodo qachonki xavfli o'sma kasalliklarida limfalarni rezeksiya qilish, ya'ni ma'lum bir sohani masalan olamiz, o'sha qo'ltiq osti limfa tugunlarini olib tashlashi yoki ko'krak limfa tugunlarini bir qismini olib tashlashi umumiy limfa oqimini kamayishiga sababchi bo'ladi. Limfa oqimi kamayishiga sababchi bo'ladi. Limfa oqimini kamayishi sababchi bo'lsa, hujayralar aro bo'shliqda o'sha sohadagi, o'sha zararlangan sohadan normada ortiqcha miqdor suyuqlikni olib ketadigan limfa oqimi bo'lmagandan keyin, kamaygandan keyin bizada hujayralar aro bo'shliqda ortiqcha suyuqlik, oqsillar, elektrolitlar ko'p miqdorda yig'ilib qoladi. Natijada bizada limfa tizimiga bog'liq bo'lgan ishlar kelib chiqadi. Yoki olaylik, aynan xavfli o'sma kasalliklarda limfa olib tashlash yoki limfalarni rezeksiya qilib tashlash yoki limfalarni o'zida, limfa tizimida maxsus o'sha infeksiyalarni yig'ilib qolishi, ya'ni infeksiya kolonial bakteriyalar koloniyasini yig'ilib qolishi umumiy limfa stazga sababchi bo'lishi mumkin, ya'ni limfa oqimining kamayishiga. Bu esa aynan to'qimalarda shishni keltirib chiqaradi. Yoki oxirgisi bizada umumiy shishlarga sababchi bo'ladigan etologik omillardan, umumiy patofiziologik jihatdan muhim bo'lgan narsalardan bittasi natriy va suvni organizmda ushlanib qolishi. Natriy va suvni organizmda ushlab qolinishi. Demak, bu 5-mexanizm natriy va suvni organizmda ushlab qolinishi. Bu qachon bo'ladi? Qachon yuzaga keladi? Ko'p holatlarda bu ham yuqorida aytgan kasalliklarimizga bog'liq. Masalan, arterial gipertoniya kasalliklari yoki yurak yetishmovchilik holatlarida siz bilgan yoki buyrak yetishmovchilik holatlarida siz bilgan buyrakdagi yuga apparatining qo'zg'alishi va yuga apparati esa renin ishlab chiqarishni amalga oshiradi. Renin esa o'z bilamiz, RAS tizimini aktivlashtiradi. Ya'ni renin angiotenzinogendan angiotensin 1 ni hosil qilishi, angiotensin 1 dan esa angiotensin 1 ni angiotensin 2 ga aylantirish ferment orqali angiotensin 2 ni hosil bo'lishi, angiotensin 2 esa bevosita nefron kanallariga ta'sir qilib natriy va suvni qon tomiriga reabsorpsiya qilishi yoki buyrak usti bezini po'stloq qavatiga ta'sir qilib aldosteron ishlab chiqarishni oshirishi, aldosteron esa natriy va suvni bizada qon tomirlarida ko'paytirishi. Umumiy hisobda bizada qon tomirlarimizda natriy va suv ko'paysa, ya'ni natriy plus suv ko'payadigan bo'lsa, umumiy aylanib yuruvchi qon hajmi oshishiga sababchi bo'ladi. Aylanib yuruvchi qon hajmining oshishi esa bizada o'sha gidrostatik bosimni oshishiga sababchi bo'ladi. Gidrostatik bosimni oshishi sabab bo'lishi, ya'ni gidrostatik bosimni oshishi esa ko'rdingiz, perikapilyalarda suyuqlikni ortiqcha miqdorda o'sha hujayralar bo'shliqqa chiqishiga sababchi bo'ladi. Yoki bundan tashqari bizada natriy va suvni ushlab qolishiga turli xil o'sha masalan gormonal kasalliklardan, endokrin kasalliklardan giperaldosteronizm yoki kon kasalligi yoki kon sindromi degan sindromlarimiz bor. Bularda ham buyrak usti bezdan birlamchi holatda aldosteronni katta miqdorda ishlab chiqarish yoki o'sha bizada gipotalamusda ishlab chiqariladigan antidiuretik gormonlarni katta miqdorda qonga ishlab chiqarish holatlarida bizada shishlar kelib chiqadi. Demak, normada bizada shishlarni kelib chiqish etiologiyasi va patogenezi bizada mana shulardan iborat. Keyingi darsimizda siz bilan aynan shishlarni, har bitta shishni fiziologik, patofiziologik xususiyatdan tashqari klinikasi, simptomlari va davolashlariga urg'u beramiz. Demak, sizlar bilan bugungi darsimiz tugadi va bugun siz bilan xayrlashamiz. Keyingi darslarimiz gacha bu darsimizni ko'rib va qandaydir qiziq va sizga tushunmagan savollaringiz yoki bizda mavjud bo'lgan xato va kamchiliklarni kommentariyalarımizga yozishingizni sizdan so'rab qolamiz. Agarda kimgadir bu ozgina foyda bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Siz bilan Max Cardio Akademiyasi bo'ldi. Max Cardio Akademiyasi o'z darslarini davom ettiradi. Bu uchun sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz juda ham bizga muhim va bizga ilhom bag'ishlaydi. Yangi Yevropa umumiy ma'lumotlarni sizga berishga bizda motivatsiya uyg'otadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darslargacha.